Zamonaviy ta'lim va amaliyot uyg'unligi Toshkent davlat tibbiyot universitetida xalqaro seminar va master klass o'tkazildi. Universitetning akusherlik va ginekologiya kafedrasi zamonaviy ta'lim yondashuvlari asosida faoliyat yuritib, telemeditsina va dual ta'lim tizimlari samarali uyg'unlashib kelmoqda. Kafedrada joriy etilgan ilg'or teletibbiyot texnologiyalari orqali klinik jarayonlar real vaqt rejimida o'quv xonalariga uzatilmoqda. Bu esa ta'lim va amaliyot integratsiyasini ta'minlab, talabalarga murakkab jarrohlik amaliyotlarini bevosita kuzatish imkonini bermoqda. Joriy yilning 20-21 aprel kunlari universitetning akusherlik va ginekologiya kafedrasi tomonidan xalqaro seminar va master klass tashkil etildi. Unda Koreya Respublikasining yetakchi mutaxassislari hamda universitet professor-o'qituvchilari ishtirok etishdi. Uchrashuv davomida ayollarda siydik tutolmaslik muammosini davolashning zamonaviy usullari muhokama qilinib, mini sling tizimi yordamida yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari amalga oshirildi. 안녕하세요. Meni Toshkent davlat tibbiyot universiteti professor taklif qildi va shu sababli Koreyadan tashrif buyurdim. Men siydik tutolmaslik kasalligi bilan og'rigan bemorlarni operatsiya qilmoqdaman. Kecha 3 nafar bemorni operatsiya qildim. Bugun esa yana 2 nafar bemorga jarrohlik amaliyoti o'tkazaman. Ayniqsa ayollar orasida ushbu kasallik keng tarqalgan bo'lib, men ularga yordam berish maqsadida shu yerda faoliyat olib boryapman. Kelgusida Toshkent davlat tibbiyot universiteti bilan doimiy hamkorlik va tajriba almashish orqali tibbiyot rivojiga katta hissa qo'shishga umid qilaman. Ushbu amaliy mashg'ulotlar yosh mutaxassislar va talabalarga xalqaro tajribani o'rganish, kasbiy ko'nikmalarni mustahkamlash imkonini yaratdi. Mazkur seminar tibbiyot ta'limi sifatini oshirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga muhim ahamiyat kasb etadi.